Maqsadlaşlar, bugünkü hikayemiz do'stonilik do'st ko'paytirdi. Bir so'qishqoq to'shqon xo'roz bilan so'qishib ekan, yengilib qopdi. U aslan bilan so'qishib ekan, aslan uning yuzini tatlayapti. U o'g'loq bilan so'qishib ekan, o'g'loq uning qursqini yerib etkila tasda qopdi. U bir qiyri tuxumak daraxining tubida qursqi ko'pib o'tirib, daraxtdan ushluq tumshuq, tirnoq va munguz talab qilibdi. Daraxt buvay o'zining shoxlari bilan uningga tumshuq, tirnoq va ikki munguz bekitib qo'yibdi. Toshqon qaytadan xo'rozning yoniga so'qish qilib berib degan, xo'roz o'g'sining ustiga chiqibdi. Toshqon aslanning yoniga so'qish qilib borgan ekan, aslan daraxt ustiga chiqibdi. Toshqon o'g'loqning yoniga so'qish qilib berib degan, o'g'loq eg'ilga kiribdi. O'g'il bolalari va yava aqtaychoqlarmi bu g'alati maxluqqa yaqin kelinmay o'zlarini qochiribdi. Toshqonning ichi tit-tit bo'libdi-da, yetim sirg'an holda heliqi tuxumak daraxining tubiga kelib o'tiribdi. Daraxt buvay uningga: "Sen so'qishqoqlik qilma, bunda g'alati qiyofatda bo'lib olma", deb nasihat qilibdi. Toshqon asli qiyofatga qaytib, boshqalarga do'stona muomala qiladigan bo'libdi. Do'stlarimi uningga yaqinlashibdi. Hikmat: do'stim ko'p bo'lsin desang, hamma kishiga do'stona bo'l. Shundala haqiqiy do'stning ko'payadi. Kalpin xalq cho'chaklari.